Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun vabo tarqagan bir yildagi o'zgarishlar degan temada sizlarga bu bir yildagi o'zgarish to'g'risida qisqacha bir ma'lumot berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Hammamizning xabari bo'lgandagidek 2020 yılı 1 ayının 23 günüsü Xitay hükümeti bütün dünyaya Wuhan şehrini taqaydiganligini e'lon qilgan. U kuni mushu Wuhan shahrida bayqalgan yuqumlang'uchi ya'ni Xitoy hukumatining ayni vaqtdagi statistikasiga asoslangan vaqtida 573 bo'lib, 18 odam u vabo tufaylidan o'lib ketgan. Shu chog'da Xitoyniki mutaxassislari bu Wuhanni taqagandan keyin bu vaboni kontrol qilish 5 kundan 10 kungacha ko'z ko'rinarlik darajada unumga erishgili bo'lishi mumkin deb e'lon qilgan edi. Afsus, bir yildan keyingi bugungi kunda hammamiz ko'rayotgandagidek bu vabo butun dunyo miqyosiga keng tarqab, insoniyatninki kundalik hayotiga ig'ir tahdidlarni ilib kelmoqda. 2020 yılı 1 ayının 23 günüsü Xitay sırtida bayqalgan yuqumlanğuchilar soni jami 15 bo'lib, Xitoyda 25 odamning o'lganligini doklad qilgandan boshqa Xitoy sirtida o'lib ketganlar doklad qilinmagan. Ya'ni o'tgan yil 1 ayning 23 kunisi Xitoy sirtida bu vabo tufaylidan bir odam o'lib ketmagan. Amerikada bo'lsa aran bir yuqumlanğuchi bayqalgan. Xitoy hukumati Wuhan shahrini taqaganligini e'lon qilgandan keyingi bir yil vaqt ichida butun dunyoda bu vabo bilan yuqumlanuvchilarning soni 100 millionga yaqinlashib, o'lib ketganlarning soni 2,1 milliondan oshgan. Amerikada bo'lsa 25 milliondan ortiq odam yuqumlanib, 420 mingdan ortiq odam u vabo tufaylidan o'lib ketgan. O'tgan yil, ya'ni 2020 yılı 2 ayının 13 günüsü ba'zi mutaxassislar bu vabo to'g'risida ba'zi farazlarni o'tirib qo'yib, ularningki aytishicha bu vabo shu yo'sinda tarqasa dünya nüfusununki 3'ten 2 qismi, ya'ni 70%ga yaqini yuqumlanadiganligini faraz qilishgan. Bu faraz eng dastlabda 2020 yılı 2 ayının 13 günüsü o'xshamagan mutaxassislar tarafidan o'tirib qo'yilgan. Mana bugun 2021 yılı 1 ayının 23 günü kelganda yana bir yil o'tgandan keyin dunyo nüfusununki taxminan 1,3% yuqumlangan. Bu son ayni vaqtda mutaxassislar faraz qilgan 3,2 yoki 70%ga yaqin sondan ko'p tuvan bo'lib, ya'ni bu vaboninki kelgusida yana uzun bir muddat taraqqiy qiladiganligini bu sonliq ma'lumotlardan ko'rib olamiz. Endi bu vabo dunyo iqtisodiga qanday ta'sir ko'rsatdi degan vaqtida bu haqda statistika ilib olgan o'rinlar har xil bo'lib, ularningki statistikasida ba'zi farqlar bo'lsa-mu, biroq bu vaboninki dunyo iqtisodiga ig'ir ta'sir yetkazganligi hammamizga ayon. Bu vabo Xitoyda ig'ir tarqalgan dastlabki mezgilda Xitoy iqtisodi 43% tövellep ketken, uningdan keyin Amerikaga ig'ir ta'sir qilib, Amerikaning iqtisodiga 42% tövellash paydo qilgan. Yevropada bo'lsa 43% tövellep ketken, anandan keyin Angliyada bo'lsa bu vabo tufaylidan Angliyaning iqtisodi 44% tövellep ketken. Endi bu vaboninki
iqtisodga bo'lgan ta'sirdan boshqa yana insonlarningki mush psixika ro'y holatiga ig'ir ta'sir yetkazgan bo'lib, bu Amerikada o'zininki psixika ro'y sog'lomlikqa ta'sirga uchirdi deb qarag'anlar 33% ga yetgan, Kanadada bo'lsa 26%, Angliyada bo'lsa 26%, Fransiyada 24%, Avustraliyada 23%, Yeni Zelandiyada 23%, Shvetsiyada 18%, Gollandiyada 14%, Norvegiyada 10%. Yani bunun şunu belirlişke bo'ladi-ki, bu vaba bütün dünya miqyosida insonlarningki ro'y psixik holatiga o'xshamagan darajada ta'sir yetkazgan bo'lib, bu bo'libmi bak bu ro'y psixika sog'lomlik ichida shu tushkunlashish bilan tashvishlanish eng ig'ir bo'lgan. Bu o'ng tarafdagi statistikaga asoslangan vaqtida bu 2019 yil bilan 2020 yildagi shu tushkunlashish va tashvishlanish kasallik alomatlariniki o'zaro selishtirmasi bo'lib, 2019 yili shu tashvishlanish kasaliga giribtor bo'lgan odamlar 8.2% bo'lsa, 2020 yilga vargan vaqtida u 28% ga yetgan. Anından keyin shu tushkunlashish alomatlari ko'rilgan odam 2019 yili 6% bo'lsa, 2020 yili 24% ga yetgan. Anından keyin bu tashvishlanish bilan bu tushkunlashish ikkisi qo'shilgan alomatlari ko'rilgan odamlar 2019 yili 11% ga bo'lgan bo'lsa, bu 2020 yili 33.9% ga yetgan. Yani demek bu statistikalardan şunu ko'rib olishga bo'ladiki, bu vaba yalğız insonlarningki jismoniy sog'lomligiga, kundulik turmushiga, iqtisodiy ahvoliga ig'ir ziyonlarni ilib kelgandan boshqa ro'yi sog'lomligiga ig'ir zaxmlarni ilib kelgan. Bu statistikada shu vabaningki kundulik hayotga nisbatan nurg'un avorchiliklarni ilib keldi deb qaragan odamlar 72% bo'lgan. Anından keyin shu vabo tufaylidan xizmatini yo'qotgan va kirimidan quruq qolgan odamlar 39% ga yetgan. Anından keyin bu shu ahvollarning hammasiniki o'zlariniki ro'y sog'lomligiga ta'sir ko'rsatdi deb qaraganlar 45% ga yetgan. Undan boshqa 74% odam texmi yomon ahvol oldimizda deb qaragan bo'lsa, 79% odam bu vabo tufaylidan iqtisodiy krizis yuz berishi, texmi ig'ir iqtisodiy krizis yuz berishi mumkin deb qarayotgan. 82% odam andan keyin shu Amerikaninki shu sog'liqni saqlash sistemasiki ig'ir zaxmiga uchraydiganligini o'tirib qo'yishgan. Endi eng muhimi bu vaboninki ziyni yalğız yuqorqilarla bo'lib qolmasdan, balki mutaxassislarning faraz qilishicha bu vabo oldimizdagi 10 yil ichida shu dunyo iqtisodiga ig'ir ta'sir yetkazadiganligini o'tirib qo'yishmoqda. Undan boshqa ba'zi tibbiy mutaxassislar bu vaboninki balkim kelgusida yuqumli zukamga o'xshash mangu yo'qmaydiganligi, har yilisi qaytib keladiganligini o'tirib qo'yishmoqda. Buning asosli sababi bu vaboni keltirib chiqargan virusninki uzluksiz o'zgarib turishi, ya'ni shu sababdan bu hozirgi vaksinalar to'liq unum bermasligi, ya'ni
bu vabaningki to'liq kontrol bo'lmasligi sababidan yoki bo'lmasa vaboni keltirib chiqargan viruslarning uzluksiz o'zgarib turishi sababidan bu vabaningki hayotimizdan mangu chiqmaydiganligi, ya'ni mushu burun tarqalib yurgan yuqumli zukamga o'xshash har jinsi qaytib keladiganligini tasavvur qilishmoqda. Shunglashqa qarindoshlarniki bu qisqa vaqtida tugab ketadi yoki tugab ketsa undaq qilaman, bu vabo to'xtasa bundaq qilaman deb haliqi vaboning tugab ketishini kutib o'ltirmay, balki mushu vabo agar yo'qmasa men qanday qilishim kerak deganni o'ylab, shuningga tushliq kelgusi planlarini tuzishini umid qilaman. Chunki bu hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida qisqa vaqt ichida tugishi mumkin emas. Büyük ehtimollikda men yuqori deb o'tgandagidek mangu biz bilan qilib qilishi mumkin. Bu vabaningki bir yillik munosabati bilan qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan ba'zi uchurlarni mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarningki anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.